Jumanazar. Jo'ran, nimaga yig'layapsan hozir? Xudoga shukr. Ha? Xudoga shukr. Xudoga shukr deysan, ha? Jumanazarda hozir yig'latgan narsa hozir biza bu qarshi tarafga bitta to'yxonaga taklif qilgan edi bizada. Eshiqa odamlar o'radi-da Jumanazarda muxlislari. Juda ko'pchilik rasmga tushib, juda iliq munosabat bildirdi Jumanazarga. Hozir ana shundan ta'sirlanib ketdi bola. Jumanazar o'ylamagan edi-ga, lekin ha. Odamlar shuma o'ylaydi-da, masalan, bular masxara boschilik qilibdi, shalluglik qilibdi, erkakmi, undoq edi, bundoq edi deb har xil gaplarni gapiradi-ku, to'g'rimi? Shunday deydi. Lekin mana shu yo'nalishdan masalan o'ylangni boqibsan, to'g'rimi? O'ziga yarasha pul ishlayapsan hozir. O'ziga yarasha mana anchagina obro'y topding, to'g'rimi? Oldingi holatingdan hozirgi holating ancha yaxshiligi uchun Allohga shukr deyapsan-da, to'g'rimi? Hali nasib bo'lsa boqqa jo'ra. Hali nasib bo'lsa, sen bilan meni bundan ham zo'r darajalar nasib bo'lsa kutib turibdi. Muxlislar nasib bo'lsa. O'ylamadim lekin. O'ylamading, ha? Yo'q. Men Xudoga shukr. Xudo. Men Xudoga shukr. Xudo menga yetgan ekan. Shu vaqtgacha qancha qiynalding jo'ra? Ha. Shu vaqtgacha qancha qiynalding? Hali nasib bo'lsa, Lekin Xudo o'ylayman desa hech nima emas ekan jo'ra. ana shunday. Hali nasib bo'lsa boshlanishida bu. Qiynalsam ham sabr qilib yashab yuribman. Ey Xudojon, yo'limni ochib bergin deb. Hali nasib bo'lsa boshlanishi, hammasi Hali hayot olinga. zo'r bo'ladi, ha? Ha, nasib bo'lsa Xudodan so'rayman lekin namoz o'qishni bilmasam ham Xudodan so'rayman. Ey Xudo, meni yo'limni ochib bergin, qiynaman men deyman. Xudodan so'rayman. Nasib bo'lsa yaxshi kontentlar qo'yib, odamlarga manfaatli kontentlar qo'yishlikka harakat qilamiz. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi, layklarni bosib. Nasib bo'lsa hammasi oldinga. Shunaqa gaplar.